Assalomu alaykum. Hurmatli yuqori turuvchi idora rahbarlari. Yana bugun 70-maktabga, Bog'ishirin mahallasi Erman qishlog'iga soat 2 ga majlis bo'lgan fuqarolar bilan hokimimiz majlis o'tkazish kerak edi. Lekin soat hozirgi holati soat 3:30-4 bo'lyapti. Hokimimiz kelmadi. Ba'zi sabablarga ko'ra, lekin bu birinchi martasi emas, 3-martasi. Mana shuncha fuqarolar hokimni kutib kirmay o'tiribdi. Mana aka, shuncha fuqarolar hokimni kelishini vaqt ajratib kelib mana kutib o'tiribdi. Lekin hech qanaqa hokimdan natija yo'q. Mana fuqarolar o'tiribdi hammasi. O'ziga tegishli, mahalla raisimizga tegishli ba'zi bir fuqarolarni olib qolib ichkariga kirib ketgan. Ichkariga mana majlis o'tkazilyapti, lekin hokimning o'zlari yo'q. Hokimning o'zlari umuman ko'rinmaydilar ham, muavvinlari ekan, muavvinlari bundan bir necha marta oldin ham kelgan, hech qanaqa fuqarolarni nimasini yechmagan. Murojaatini o'rganmagan. Faqat ko'ramiz, o'rganamiz deganu hech qanaqa natija yo'q. Shuning uchun sizdan iltimos, yuqori turuvchi rahbarlardan bizni mahallani ham o'zlaring bir e'tiborga olib, shaxsan o'zlaring tekshiruvchi jo'natib, qonun doirasida qonuniy chora ko'rishlaringni iltimos qilib so'raymiz. Mana fuqarolar. Hammasi burchak-burchakka mana komandirlargacha. Nima qiladi? Hammasi o'tiribdi. O'tiribdi. Ana mashinalar. Qishlog'imiz aholi. Ichkariga lekin sanoqliq 10 ta, 15 ta odam kirgizib, o'ziga tegishli odamlar bilan majlis o'tyapti. Iltimos, sizlarga ma'lum yordam beringlar.